Assalomu alaykum hammaga. Ko'p aholi ko'rinmadik. Bugun bir qiziqarli va foydali ma'lumotni aytib o'tacakman. Fartuqimizda kerama granit urilgan. Shu kafelni o'rnina kerama granit, xullas fartuqqa boshqa narsani ursak nechik bo'ladi degan savol tug'iladi mijozlarimizda. Kuxnyamiz bitib turibdi. Sho'ra ishoning, kafeldan boshqa narsa ursa bo'lmaydi. Biz shunday deb o'ylaymiz. Sababi bor. Bu yong'inni, issini, ehtiyot chorasini, hamma narsasini oldindan ko'rib chiqish kerak. Sababi bu yerda siz 45 minutda pishadi manti, masalan, manti qo'yib bersangiz, bu narsa issiqlikka nechalik chidashini bilmaymiz. Ya bo'lmasa kichkina bo'lakni olib turib o'ta qo'yib ko'ring, ko'rasiz nima bo'lishini. O'zingizni ehtiyot qiling, unday ishlarni aytmang. Yaxshisi kerama granitni 120 ga 60'lıkı 90 ming so'm yopishtirilishi bilan 3 tanasi yopishtiriladi. Hech narsa pul bo'lmaydi. Xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Kuxnyamiz bitdi. Xudo xolasa davom etamiz.